Assalomu alaykum Ravshan Uz kanalining obunachilari, Chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugungi hafta kunimizga juma 2025-yil 9-may sanasi bilan bugungi narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani mol bozorida boqma buqa, semiz buqa narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Mana bozorimizga Greenford zotli buqalarimiz tushibdi. Bir chekadan ko'rsatib o'tamiz buqalarimizni. Sardor akamizning buqalari. Chiroyli holatdagi buqalarimiz mana. Voy Sardor, 22 dan kami bor. Qayerdan qayergacha 22 dan? 1 2 3 4 5 6 tasi. Mana 6 tasi mana avli ko'lam shuni ichida. Ha. Avli ko'lam. 25 dan kami bor. Hali 6 katta. Bular mana 22 million so'mdan 1 2 3 4 5 6 mana shu shoxligacha 22 million so'm. 22 million so'mdan baho aytilyapti, kami bor, kelishtiriladigan holatlari bor ekan. Mana novvoschilarimiz boqishga tayyor holatdagi novvoschilarimiz kelibdi o'zimizning Sirdaryo tuman bozoriga. Mana bu yerda kattaroqlari bor ekan. 25 million so'mdan baho aytilyapti ekan. Shoxli variantdagi Greenford zotli buqalarimiz mana. Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta kattasi, 6ta kichkinasi bor ekan. Kattalariga 25 million so'mdan narx aytilyapti. Aka, o'zimizga ortiq kirganin chiqdi. Mana bunisi juda ham yaxshi holatdagi ekan, boqishga tayyor bo'lgan buqalarimiz ekan. Yemlashga tayyor bo'lgan holatdagi buqachalarimiz mana. Quloqida pechatlari bilan. Ular sotildimi? Savdosi bo'lib turibdi ekan aka. Hech puldan. Sardor qayeri moli o'zi bular? Ko'stanay. Qozog'iston Respublikasi Ko'stanay viloyatidan olib kelingan novvoslarimiz mana. Oltita yiriga 6ta maydasi bor ekan. 22 milliondan maydalarga baho aytilyapti, 25 million so'mdan yiriklariga baho aytilyapti. Juda ham chiroyli holatdagi mollarimiz mana umumiy holatda ko'rinishlari. Bittasini chiqarib yetalab ko'rsatsak bo'ladimi, Sardor? Bittasini? Ha, bittasini. Liboy bittasini yetalab ko'rsatsak, hozir hammasi ko'rinmayapti-da orada. Limuzin bor ekan orasida bitta. Ha. Yo bu. Mesni yo bu limuzin emas, ha? Ha, mesni yutib kelsang turgan bo'lam. Mana Sardor akamizning o'zlari molni yetalab ko'rsatadilar hozir xudo olasa. Greenford tozasi. Shular yetalab ko'rsating. Kallasi demading, noqilasiz. Arqon o'rganmaganda. Mana umumiy holatda ko'rinishlari yurg'izib ko'rsatishyapti, chiqarib adini qilib. Mayda mol emas, liboy joy bilan solishtirib olaverasizlar bemalol. Bu 22 million aytilayotgan baho kami bor. Olaman deb Asodil telefon raqam qoldiramiz. Asodil so'rasanglar kelishtirib beradi akamiz. Yozing 91lik. 91lik telefon nomer 122 41. 122 41 raqam. Sherigi ham bor. 99lik 403 57. Bu kimning nomeri bu? Zoir bu. Kerak emas u. Sardor aka o'z nomeringizni aytasiz hozir o'z. Boylab olavering, boylab olavering. Ya bu novosga qancha so'rayapsiz mana bu qizilga? Bu aka 20 kami bor. 20 million so'm kami bor aytilyapti ekan. Bu ham Qirg'izdan kelgan bu. Qirg'izistondan kelgan Shunday. zotli molimiz ekan, boqma buqachamiz. Savdosi qancha bo'ldi shuni? Asodil Buni savdosi. 18 million qilyapti. 18 million so'm savdosi bo'lib turibdi, bermadingiz. Yo'q. Boyaga telefon raqam shu qo'lingizga tegishli bo'ladimi? Ha. 90 nechilik dedingiz? 99lik. 99lik 403 403 5407. 5407 raqamga qo'ng'iroq qilsangiz, ismingiz kim aka? Zoir ismi. Zoir aka telefon nomerlari. Mana shunaqa buqalar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Shu Zoir aka bilan boylalansizlar.
ulanasizlar, batafsil ma'lumotlarini o'zlari berib boradilar. Yana bunaqa buqalar ko'p akamizda, boqma buqalar. Tayyor holatdagi buqalari ham bor. Dastlabki xizmatlari bormi? Bor. Qayerdan qayerga? Sirdaryodan Toshkentgacha. Sirdaryo, Toshkent ikkita viloyatga dastlabki xizmatlari bor ekan. Savdozga baraka bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Navoslarimizni mana oldidan ko'rinishlari. To'qol varianti ham bor ekan, shoxli variantlari ham bor ekan. Mana kavush qaytarib turibdi, sog'lomligiga gap bo'lishi mumkin emas. Qarda buni ish qildi. Buni savdo qilgan yo'q, 25 kami bor. 25 million so'm kami bor. Bor, qara, qara. Mana shu ushasini bir joyda 18 dan. Assalomu alaykum. 18 million so'mdan 18 million 500 dan asosiy savdosi bo'ldi. Ikkita Greenford, bitta Avlikol buqamiz. Shoxdor varianti Greenford, shoxsiz varianti Greenford, Avlikol mana 18 million 500 ming so'mdan savdosi bo'lib turibdi ekan bozor. Savdonglarga baraka bersin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nimada chiqadi? Ravshanuz kanalida chiqadi. Aka bor. WhatsApp, Telegram hammasi bor. YouTube'da chiqadi. YouTube'ga Ravshanuz deb yozsangiz chiqadi. Bunga nechta so'rayapsiz aka? 18 so'ralyapti. Savdosi qancha bo'ldi? 16 million 200, ha? 200 kam 16. 200 kam 16 bo'pti. 200 kam 16 bo'pti. O'zimizni mesni jaydari buqamiz. Telefon raqam qoldiramizmi aka? Telefon raqam qoldirishmas ekan, shartmas ekan, sotib olishar ekan, savdosi kelib turibdi ekan. Savdongizga baraka bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Navbatdagi novoschamiz mana savdosi bo'lib turibdi. Nech pul so'rayapsiz aka bunga? 16 so'rayapsiz. Savdosi qancha bo'lyapti? 14 million so'm asodil savdosi bo'lyapti ekan shu novoschamizni. Juda ham sho'x ekanda bu novoschalar. 14 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu ola novoschamizni. Bo'ylari 1 metr plus bo'lgan buqachamiz. 1 yasharda, 1 yasharli buqamiz. 16 million so'm so'ralyapti ekan. 14 million so'm savdosi bo'lib turibdi ekan. Aka bunga nech pul so'rayapsiz? O aka. Bu novoschaga nech pul so'rayapsiz? Narxini bilishmas ekan. Bu ham shunaqa atrofida ikkalasi teng bo'lgan buqachalarimiz ekan. 14 million so'm atrofi bu ham. Boqma buqalarimiz ko'p bozorimizda. Bu buqani savdosi nech pul bo'lyapti ekan aka? O aka, nech pul savdosi bo'lyapti? Qaysi 27 likda yo'qlayapti. Ikkalasi bir joyda 27 million so'm savdo qilyapsiz, ha? Va shu ola bilan oq ola bilan mana shu qorani ikkalasini bir joyda 27 million so'm savdosi bo'lib turibdi ekan. Bo'ylari 1.10 bo'lgan buqachalarimiz 1 yasharlik. Mana ikkalasi bir joyda. O'z qancha narx aytyapsiz aka bularga? 32 million so'm narx aytilyapti ekan, 27 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Telefon raqam qoldirmaysizmi aka buqachalarga? Qoldirmayman. Savdongizga baraka bersin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Navbatdagi Bushevski zotli buqachamiz mana sotilyapti bozorda. Qancha so'rayapsiz aka bunga? 13 million so'm so'ralyapti ekan mana. Bo'ylari 1 metr plus bo'lgan buqachamiz. Savdosi qancha bo'lyapti aka? 12 million so'm asodil savdosi bo'lyapti ekan. Ora yaqinmi uzoqmi aka? 12 ning ustiga oz-moz yurilsa o'xshab ketadi. Mana umumiy holatda ko'rinishlari buqachamizni. Yeb-ichishlari joyida, bir hafta 10 kun garantiyasi bor buqachamiz. Kimgadir yoqqan bo'lsa, telefon raqam qoldirmaymizmi aka? 99lik 470 nechi? 9945 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, mana shu akamizda shunaqa novvoschalar, g'unojinchalar, sog'in sigir har xil mollari bor akamizda.
Dastlabki xizmatlari ham bor aka. Dastlabki xizmatlari ham bor ekan. Shoshilinglar shu ho'kizchamizni olishga, narx-navosi arzon bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib ko'rishni unutmanglar. Birinchilardan shunaqa videolarimiz sizlarga yetib boradi. Kanalimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Bir dona like bosishni unutmanglar.